Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid. Mana bu video murojaatim O'zbekiston Tashqi ishlar migratsiyasi agentligiga. Hurmatli uxlab yotgan Tashqi ishlar migratsiyasi agentligida ishlovchi xodimlar. Videoni ko'ryapsizlarmi? Nima uchun Rossiya hududida ishlab yurgan o'zbeklarning haq-huquqini sizlar talab qilmaysizlar? Nima uchun nota jo'natmaysizlar? Mana bunaqa xo'rlashlar necha marta bo'lyapti Rossiyada? Nima uchun og'izlaringga talqon solib yurasizlar? Sizlar nima uchun keraksizlar? Nima uchun Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi deb qo'yibdi? Tushuntirib beradigan xodimlaring bormi mana shu narsaga? Qachongacha uxlab yurasizlar? Qachongacha ko'rib ko'rmaslikka olasizlar o'zlaringni? Qachongacha hurmatli prezidentimiz Mirziyoyevga yolg'on hisobot berasizlar? Qachongacha? Prezidentimiz pul ajratyaptilarmi? Ajratyaptilar. Qaror chiqaryaptilarmi? Chiqaryaptilar. Nima uchun yolg'on hisobot berib yuribsizlar? Qachongacha mana bu holat davom etadi? Qachongacha Rossiya territoriyasida ishlab yurgan o'zbeklarni mana shunaqa itday xo'rlaydi? Nima uchun chiqib sizlar haq-huquqini talab qilmaysizlar? Gapirishlaring bu dunyoni buzaveradi. Chiqib turib allambalo gaplarni gapirasizlar. Bu nima mana bu ahvol? Nima bu ahvol? Sizlarga savol. Qachongacha uxlab yurasizlar? Qachongacha? Hurmatli o'g'lim Sulaymonov chiqib turib gapirib berdilar. Ba'zi bir oyog'i yerdan uzilgan hokimlarni qilib yurgan ishi, prezidentga qanaqa yolg'on hisoblab berib yurganini. Mana shunday o'zlaring ketlaringni ochib yurasizlar. Yana O'zbekistonning pasportiga yozilgan har qanday O'zbekiston fuqarosi davlat himoyasini ostida deb. Kim himoya qilyapti? Rossiyada yurgan o'zbeklarni kim himoya qilyapti? O'zbekistonda ish bilan ta'minlab bera olmaysizlarmi? Hatto Rossiyada yurgan, umuman chet elda yurgan fuqarolaringni himoya qilishni o'rganinglar. Uxlab yurgancha. Halol ishlashni o'rganinglar. Qachongacha bu oylikda olib, cho'chqaga o'xshab semirib, indamay og'zingga talqon solib ishlamaysizlar. Qayerga qarayapsizlar? Ko'zing ko'rmi? Ya aqlan nogironmisanlar? Ishlab yurgan lavozimlaringga o'zlaring kelib qolmagan bo'lsalaring kerak. Nima uchun mas'uliyatingni his qilmaysanlar? O'sha ayrim bir xavf jitak shaxslar nima uchun mas'uliyatini his qilmaysanlar? Nima uchun Rossiya territoriyasida yurgan o'zbeklarni mana shunaqa xo'rlab, ustidan izdivojcha qilib, itday xo'rlaydi? Sizlar ko'rib ko'rmaslikka, eshitib eshitmaslikka olasizlar. Indamay o'tkaziraverasizlar. Aqllaring yetmaydimi? Bilimlaring yetmaydimi? Aqling, biliming, aqlan zaif bo'lsang nima qilib yuribsizlar bu tizimni? Nima qilibsizlar ishlab yuribsizlar? Bo'shatib ber. Bir normalni, tushunadigan odamga bo'shatib ber. Fikr beriladigan. Bironta g'oya o'ylab chiqadigan. Yo bo'lmasam bir Rossiya hukumatiga kelib turib, Rossiya territoriyasida yurgan o'zbeklarning haq-huquqini talab qiladigan bir odamga bo'shatib berlaring. Qachongacha sizlar bunday qilib yurasizlar? Kimga keraksizlar? Chiqib turib yolg'on gapirishdan boshqa narsaga yaramaysizlar. Qachongacha bu narsa davom etadi? Qachongacha o'zbeklarni xo'rlashga sizlar indamay turasizlar? Qachongacha? Men oldingi videolarimda ham aytganman, hozir ham aytaman. Rossiyada yurgan o'zbek fuqarolari bu sallarni yuzing. Esingga chiqarmagin. Sallarni yuzing bu. Bu bitta Rossiyada yurgan Rossiya territoriyasida yurgan o'zbeklarga tushadigan dog' emas, sallarga ham tushadigan dog' bu o'zi aslida. Oyligingni olib indamay yurasizlar. Gapirsam lavozimimdan ketib qolaman deb. Yozib bergan narsani chiqib o'qishni bilasizlar. Prezidentga yolg'on hisobot berishni bilasizlar. Rossiyada nima bo'lyapti? Rossiya territoriyasida yurgan o'zbeklar nima qilyapti? Yaqinda Bahrom Ismoilov chiqib turib gapirdi. Rossiya territoriyasida, qamoqxonasida o'sha 30 mingdan ziyod O'rta Osiyoliklar bor ekan. Ko'ryapsizlarmi qancha? O'sha adashmasam ko'pchiligi o'zbeklar. O'sha qamoqda yotgan o'zi ko'pchiligi o'zbeklar. Nima uchun chiqib olib kelib turib, taklif berib, shularni olib ketishni bilmaysizlar? Odam o'ldirmagan, o'g'irlik qilmagan, oddiy dokument masalasi bo'yicha yillab qamoqda yotganlar bu. Nima uchun sizlar shuni chiqib olib ketishni bilmaysizlar, kelib olib ketishni bilmaysizlar? Ayiqqa o'xshab uxlab yurasizlar.
Xudodan qo'rqmaysanlarmi? Xudodan qo'rqmaysanlarmi? Qachongacha sizlar bunaqa qilib yurasanlar? Ha? Eblon misollarni bo'shatib qo'ylaring. Bo'shat eblon misollarni, bo'shat. Ber eblaydiganlarga ber. Eblaydigan ko'p. Tizimni eblaydigan ko'p, ber, bo'shatib ber. O'sha tizimda ham haqiqatni chiqib gapirganlarni mana bitta-bitta ishdan olyapsanlar. Maqsading nima sanlarda o'zi? Qayga yetalyapsanlar? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, hurmatli prezidentim, bu xodimlaringizni ishdan oling bo'lmaydi. Itday xor qildi. Rossiyada yurgan o'zbeklarni itday xor qildi bular. Na bir kelib turib haq-huquqni talab qilishni biladi, na bir ish bilan ta'minlashni biladi. Qachongacha bu narsa davom etadi? Optaylang bularni ishdan, yo bo'lmasam Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi degan baloni umuman nomini o'chirib o'ring, kerak emas. Foydasi tegmasa bu bizga nima kerak? Bu Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi degan tizim bizga foydasi tegmasa nima kerak? Nima uchun bekordan-bekor bular oylik olib yotibdi? Nima uchun bular ishlamaydi? Do'stlar, kommentariy ochiq, fikrlaringni bildiringlar. Olim Sulaymonov, hurmatli deputat. Sizni har bitta chiqargan videolaringizni ko'ryapman. Rahmat, haqiqatni gapirib berganlaringiz uchun.